Ba'zi bir kottejlarda yo'l narsa bor bu yerda. Qarang. Voy, mana bu manzarani qarang, go'zalligini. Biz hozir Shvetsariyada emasmiz yoki o'rmonning o'rtasida deb o'ylayotgan bo'lsangiz xato qilasiz. Biz Toshkent shahri ichidamiz. Shunda botanika bog'ining orqa tomonida mana shu ko'rgan manzarangiz sotiladi. Bunga qo'shimcha 175 kvadratlik 4 xonali новостройка kvartiramiz bonusiga beriladi. Uyga ham kirib oldik, demak, hadizdan kirish eshigimizni kirganimizda albatta shunaqa shkaflar joylashtirilgan, albatta, va katta hol, bu yerda dam olib, televizor ko'rib o'tiradigan zonamiz. Demak, xonalarimizni ko'ramiz bir chekkadan. Xonamiz bolalar yotoqxonasi. Qiz farzandingiz bo'lsa, buni qizlaringiz uchun xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Navbatdagi xonamiz bu katta yotoqxonamiz. Bu katta yotoqxonamizni o'zini ichida garderob va sanuzel joylashtirilgan. Bu yoq bog' tomonga qarab o'tirsangiz, olmaxonlar bu yoqda yugurib yurishar ekan. Yaxshilab qarab kuzatib o'tirsangiz, ora-orada sher bilan zebra ham yugurib qolishar ekan. Demak, navbatdagi ko'radiganimiz bu umumiy sanuzel joylashtirilgan. Navbatdagi xonamiz zal mehmonxonamiz. Bu mehmonxonamiz juda ham katta, ko'rkam va oxirgi xonamiz, ya'ni 4-yotoqxonamiz bu bolalar yotoqxonasi. Ba'zi bir kottejlarda yo'l narsa bor bu yerda. Qarang, yozgi oshxona. Qo'ni-qo'shnilaringiz bilan bemalol chiqib, bu yerda shashlikni tutatib, maza qilib. Endi oshxonani ko'ramiz. Keling. Demak, bu oshxonamizni bemalol shu o'rtada choy ichib o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Oshxona mebellarimiz albatta uyga dizayniga, rangiga mos rangda tanlangan. Endi men sizga terrasaga chiqishni ko'rsataman. Oshxonadan albatta terrasaga chiqsangiz bo'ladi. Demak, bu joyimizda новостройка 175 kvadrat 4 xona qilingan, albatta katta hollar bilan ko'rdingiz. Ikkita sanuzel uyimizda joylashgan, albatta katta terrasasi botanika bog'iga qaragan. Albatta videoda ko'rdingiz uni hammasini. Demak, bu joyimizning narxi bor yo'g'i 300 ming AQSh dollari so'ralyapti. Pastda o'zim telefon nomerim qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Lekin maza qilib yashagan uy ekan. Kelib ko'rsangiz, yaxshi ko'rib qolasiz bu uyni.